Hammaga assalomu alaykum. Jononlar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Hozir bitta viloyatli ayolimizni erlari telefon qilib, menga ayolim to'polon qilyapti, mana shu kursda qatnashmasam bo'lmaydi deyapti. Har kuni uyimizda janjal, pul to'lab berishim kerak ekan. Rostmi shu gap, yolg'onmi? Siz rostdan ham ayolim bilan jiddiy ishlab berasizmi, yo'qmi? Ayolim rasmlari, videolari tarqab ketmaydimi deb so'rabdilar. Yo'q, hech kimga tarqamaydi. Kursda faqat men boshqaraman, men yurg'izaman, bemalol ishlab beramiz 40 kun davomida desam, ayolim aytibdi, hamma joyimizga ishlaymiz deyapti. Hamma joyi o'zgaradimi deb so'rayaptilar. Hamma joyi o'zgaradi, oka. Aytganimni qilsalar bo'ldi. Kursda yana qo'shimcha nimadirlar olish kerak bo'lsa, ayolingiz vaziyatiga qarab, aptekadan nimadirlar olish kerak bo'ladi dedim. O'shalarni ozgina rasxoti bor bu pulingizdan tashqari desam, ayolimni agar hamma joyi o'zgarsa, bu pullarni beraman dedilar. Ana shunaqa. Sizlar ham qo'shilinglar, to'polon qilsanglar.